Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, YouTube chorva ishqibozlari va bizni muntazam kuzatib boruvchi aziz muxlislar. Biz bugun Qirg'iziston Respublikasi O'sh viloyati No'qot shahriga kelganmiz. Hafta kuniga yakshanba 2-avgust sanasida akalar. Xudo xolasa sizlar uchun pashti 300 kilometr yo'l bosib keldik. Mana shu bozorlarda yoritaylik. Ko'pchilik kommentariyada yozishdi, No'qot bozoriga boring, No'qot bozoriga boring deyishdi. Bir qator hozir birinchi videoni qo'y bozordan tugatdik. Xudo xolasa yaxshi video bo'ldi. Ikkinchisini endi mol bozoriga o'tdik. Mana shu novvoslar 130 mingdan 160 minggacha narx aytilyapti. Bu narxlarda akalar 138 ga bitta ko'paytirib olasizlar. Masalan, 100 ming so'mingiz, Qirg'izistonda pul 100 mingi, bizda pulga 13 million 800 ming so'm bo'ladi. O'shandan bitta yoningizga kalkulyatorda olasiz, o'zingizga ma'qul kelgan molda agar chiqaradigan bo'lsak, bir qator o'zimizni pulga nima deydi, perevod qilib olsangiz bo'laveradi. Narxlarni bemalol solishtirib olsangiz bo'laveradi. Xudo xolasa, Unajin, katta novvos, boqma novvos, mana shunaqa ko'chatlardan ko'rsatishga harakat qilamiz. Videoni oxirida ena bolalarga ham o'tamiz. Xudo xolasa, hozircha lekin yo'llar yopiq, yo'llar ochilib qolsa, o'zimizga mana shu mollardan olib kiramiz xudo xolasa. Biz boshladik akalar. Ko'chat novvoslardan boshladik. Lekin havas qiladigan novvoslar chiqaragan bu yerga bozorda hech bir pachag'i, nuqsoni bori yo'q. Aka qaysi biri savdosi bo'ldi buni? Birontasi olindimi? Qanchaga? 77 ta. 77 mingga barakasi bo'pti mana shuni. 1.5 ga borib qoladi. 1 metrdan baland, 1.5 ga borib qoladi. Ko'chat novvoscha. Kelar 77 mingda 138 ga bitta ko'paytirib olsangiz, narx kelib chiqadi. Aka 125 ming mana shunisini savdosi bo'lyapti. 125 ming o'rtadagi savdosi bo'lyapti. Mana u ola bilan bu qizil 124 mingdan olinibdi. Bo'ylari 1.15 plyusda. Qorani 1.20 ga ham borib qolsa kerak bo'ylari ko'chat. Aybi shu shoxi o'sib ketgan bo'ldi. Shoxini yo kesishmagan yo kuydirishmagan, aybi shunda. Lekin hamma yo'q qolgan joylari kelishgan, ariqroq boqma holatda. Ikkala chekkadagi 124 dan o'rtadagisini 125 ming qilishyapti. Endi o'zimizning pulga bitta hisoblab olsangiz bo'laveradi. O'shanda ham 13 million 800 mingiz bo'ladigan bo'lsa, 20 ming bo'ladigan bo'lsa, deyta bir 17-18 millionni yonverida bo'lar ekanda endi. Bizda 23-24 millionlik novvoslar mashalar. Ko'chat qimmat. Qancha ekan aka bu? 85. Qancha savdosi qancha bo'ldi? 68 ming bo'ldi. 68 ming. 68 ming ko'chat zo'r ekan, lekin 1 metr plyusda. 1 metr plyusda bunisi bundan ham sal kattaroq. Bunisining savdosi qancha bo'ldi? Buni kattasi. 75 ming kam bordi to'g'ri. 70 ta yonveri. 70 ta plyus minusida. 70 ga klient topib 70 ming bo'lsa berib yuboraman deyapti, 70 ming qilishmayapti. 65, 66 qilishyaptimi deymanda. Lekin bunisi ham bir-biridan qolishmaydi. Orqalari ham pachka. Bunisi 1 metrdan baland, bunisi 1.5 ga borib qoladi akalar. 67 ming, 68 mingga sotilar ekanda. 70 ming desam kulib yuborishdi, 70 ming bo'lsa sraz berishaveradi. Ammo 70 mingga xaridor yo'q. 140 mingdan narx aytilyapti akalar. Mana oldidan ham endi o'tib ko'rsatilmadim. 140 mingdan narx aytilyapti. 120 mingdan savdosi bo'pti, berishmayapti. Bo'ylari 1.15 plyus minusda. 1.20 ga bormaydi, 1.15 plyus minusda. 120 mingdan savdosi bo'lyapti, berishmayapti akalar. O'zi orqasidan bemalol ko'rib olsangiz bo'ladi. O'zi orqasi ham aytib turibdi oldini zo'rligini. 120 mingni bitta hisoblasa endi. Nima deydi, xizmat bo'lsa ham bitta o'zingiz uchun hisoblab olasiz endi. Xullas to'qol bo'lib yo to'liq. Xullas ikkitasi to'qol, ikkitasida oz-moz shoxi bor ekan. Lekin chiroyli novvoslar ekan. Ko'chati zo'r. Xohlasa endi o'zimizga bitta narxini surishtirib olaverasiz buni. Grenfordyu nargisini bitta hisoblab olasiz. 120 mingda 122, 125 gacha sotiladi bu novvoslar. Qancha savdosi bo'ldi?
58. 58 ha? 58 ming savdosi bo'lyapti. Berishgani yo'q. Ko'chat 1 metrga borib bormay qoladigan novvos shakali. Orqalari zo'r ekan, faqat shox surib yuborgan, shoxi chiqib ketgan. 58 mingga berishmayapti. Mana bu yerda shvedlar 3 tasi. Qanchadan ekan? 65 70 ha? O'rtadagi 70 ming kami bor deyapti. Ikkala chekkadagini 65 mingdan kami bor ekan. Bunisi eng chekkadagisi. Mana o'si 70 ming kami bor deyapti. Bo'ylari 1 metrdan balandroq. 1 metrdan balandroq ekan. Zo'r. Xunajillarga o'tdik. Bo'ylari 1.15 ga borib qoladi. Shved xunajillar. 85 mingdan narx aytilyapti. Qochma. Shu 1-2 oyda qochib qoladi. 85 mingdan narx aytilyapti. Aytishyapti, savdosi hali bo'lgan yo'q ekan. Lekin toza xudo xolasa. Agar mashinadan olib o'tib sigir qilib oladigan bo'lsangiz, xudo xolasa zo'r sigir bo'ladi. Mana toza savdosi bo'lyapti. Savdosini bilamiz endi qaysi birligini. Bo'ylari 1.15 plusda semizroq ekan. Yerlarini qarang. 5 ta ekan lekin 92 ming qilishyapti. Berishgan yo'q akalar. Semiz ekan lekin 92 ming savdosi bo'lyapti. 95 bo'lsa beramiz deyapti. O'shanda 13 millionni plyus minusida bo'lib qoladi. 13 milliondan sal balandroq bo'lib qoladi. Mana shu bizdagi narxi 18, eng uzog'i bo'lsa 19 gacha. Chunki semizligi yaxshi ekan. Shved baribir pul. Bu yerda yana savdosi bo'lyapti. Bu yerda ham xunajilar ko'p ekan. Mashina savdosi bo'lyapti. 90 kam bor ha? 110 kam bor. Ha, 110. 110 ming kami bor ekan. Kela 110 ming kami bor. Semizligi hamma yo'g'i kelishgan ekan lekin. 110 ming kami bor bo'lsa, yetabir 15 millionga borib qoladi bizning pulga. 15 million kami bor degandek gap endi. Bitta bunisini savdosi bo'lyapti. $150 ming narx aytilyapti ekan, 120 ming savdosi bo'lyapti mashina. 120 ming so'rashyapti. Berishgani yo'q. Mana shu holat ekan, yo qochib qolgan, yo bo'lmasa xullas gumon, yo bo'g'oz emas, yo qisir emas, gumonda 120 mingga berilmadi. Mana shu 150 ming narx so'ralyapti. 125 plusda bo'ylari. Qancha bo'ldi? Ha. Yo'q. Qancha ekan narxi? 130 110 mingga berilmadi. 130 ming narx aytilyapti akalar. 110 mingga berishmayapti ekan. Bo'ylari 125 dan baland, 130 ga yaqinlashib qoladi. Lekin ana shunaqa xunajilar bizda kam, lekin sigir xunajilar kam. Bunday bozorlarda solishtirib o'zimizdagilarga nisbatan ko'radigan bo'lsangiz, bunaqa baribir mollari zo'r ekan, ayniqsa mana shunaqa. Xunajillari ham zo'r ekan lekin. Orqalarini qarang. Jonivorda. Xohlasa to'liq video qilishga harakat qilamiz. Hech narsa qolib ketmaydi. Buzoqchadan tortib sigirgacha syomka qilib tortib narxlarni to'liq tushuntirgan harakat qilamiz. Akalar kuzatib boraveringlar. 83 mingga savdosi bo'lyapti, berishmayapti. 83 mingga berishmayapti akalar. 85 ming bo'lsa beraman deyapti. Bu ham mana shunday qisir. Yo bo'g'oz emas, yo gumonda xullas. Kela bo'ylari 125 dan baland. 125 dan baland. Bu yerda mana bunaqalardan bor, mana bunaqa shved gigantlardan ham bor ekan. Mana shuni narxini so'raylik. Yana bor, orqasini qarang. Aka, buni narxi qancha buni? 200. Savdosi bo'ldimi? Qancha so'rashdi? 153 ha? 153 ming savdosi bo'libdi. Bo'g'oz emas bu? Bo'g'oz emas, qisir 153 savdosi bo'libdi. Berishmoqda akalar. 200 ming narx aytilyapti. 200 ming bo'ladigan bo'lsa, 27 million 600 ming so'rashyapti. Mana shunga. Lekin arziydi. Yana bola qatoriga ham o'tdik. Yana bolalarda ham bir qator narxni so'rab ketamiz endi. Xohlasa, yana bolalarda ham zo'rlardan chiqar ekan, lekin faqat egalari yonida bo'lmas ekan. Egalari yonida bo'lmas ekan. Mana yangi tuqqan xunajin ekan bolasi. Enasining bo'ylari 120 dan baland. Suti ham bir 5-6 suti bor.
Mana shuni savdosi bo'lyapti menimcha. Savdosi bo'lyapti. Mana shu bo'lsa kerak. 143 mingga so'rashyapti, berishmayapti. 145 bo'lsa beramiz deyapti akalar. 145 mingda 138 ga bitta hisoblasangiz, bu birinchi bolasi ekan, xunajin ekan. Endi birinchi bolasi ekan. Idishlari ham hamma yo'g'i joyida, xudo xolasa. Ikkinchi, uchinchi tug'ishda o'zi sut qo'shib yuboradi. 143 mingga berilmayapti. 145 bo'lsa berib yuboraman deyapti. Shuni bitta hisoblasangiz, o'zimizning bozordagi narxi 32, 33 shunaqa. Birinchi tug'ish yosh bolasi xunajinligiga. Agar bolasi novvos bo'lsa 37, 38 milliongacha sotiladi bizda. Yana bola narx qancha ekan? 170. Savdosi bo'ldimi yo bo'lmadimi? 145 bo'ldi. Aha, 145 mingga berilmabdi. Bolasi xunajin 170 ming narx aytilyapti. 8 ta 10 ta suti bor. Yosh, mana shu birinchi. Nechinchi? Ikkinchi bolasi, ikkinchi bolasi. Kela, zo'r. Barakasini bersin, ikkinchi bolasini o'ziga o'xshagan xunajin beribdi. Bu ham bir-biridan zo'r sigirlar chiqdi. Qancha ekan narxi? Aha, savdosi qanchaga bordi? 170 ga. Bolasi xunajin, ha? Bolasi xunajin 170 ming savdosi bo'pti, berishmayapti. 190 ming narx aytishyapti ekan. Jonivar, ha, jonivar. O'shanda ham 26 millionni atrofida bo'lyapti bizning pulga. Endi o'zimizdagi narxga bitta hisoblaydigan bo'lsangiz, 40 millionga indamay sotiladi. Chunki onasi ham katta, bolani ham yirik bergan. O'zimizning pulga 40 millionga indamay sotsangiz bo'ladi. O'zimizni bozorda deylik. Bu yerda hozir 26 millionga bormayapti ekanda, pashti. 200 ming kami bor deyishyapti. Birinchi yo ikkinchi bolasi menimcha? Ikkinchi bolasi 200 ming kami bor deyilyapti. Orqalarini qarang. Pachka bo'lib yotibdi, jonivor. 200 ming kami bor. Yelinlari ham zo'r ekan. Rostdan ikkinchi bolasi xunajin ekan. Bolasi ham yangi tug'ilgan, hali bir haftalik ham bo'lmagan. 200 ming. Savdosi qancha bo'ldi? 190 ga berilgan yo'q. O'zi jinday qopti-da. Ozmoz qopti. 200 mingga ozmoz yetib bormayapti akalar. 250 ming narx aytilyapti ekan. 250 ming. Bolasi novvoscha. Bolasini o'zi bizning bozorda 20 milliondan balandga ketadi. Ko'chati zo'r ekan, sutga to'ygan. 250 ming narx aytilyapti. Savdosi 220 so'rashyapti ekan, berishgani yo'q ekan. 220 mingga berilmayapti ekan akalar. 220 ming bo'lsa ham 30 million deylik. U ena bola bizga borib qolsa endi 45 ta tepasida. Enasini yoshi ham yosh, 3-bolasi ekan. Bolani zo'r bergan lekin jonivor. Akalar eski rossiyskiy mollar bo'lardi, gigant. Mana shunaqadan 8 oylik bo'g'oz ekan, idishlari hamma yo'g'i kelishgan. 300 ming narx aytilyapti, 260 ming savdosi bo'libdi. Bo'ylari ham 1,5 metrga borib qolar shekilli. 1,5 metrga borib qolar shekilli. O'zi ham 300 ming narx aytilyapti, 260 mingga boribdi. Bunisi bu qancha narxi? Bu ham ha? Bu ham bo'g'ozmi? 20 litr. Bo'g'oz ham 20 ta suti ham bor ekan. Bo'ylari buniki ham gigant, 140, 150 ga borib qoladi akalar. Bu ham 300 ming narx aytilyapti. 300 ming narx aytilyapti ekan. Bu ham ariqroq. Bular endi sal javnaqa semirib ketmaydi o'zi. Rosa semirib ketmaydi. Mana shu holatini o'ziga ekanda. Xullas 20 ta suti bor, kamiga bo'g'oz ham ekan. Uni erkak to'rpog'ini ko'rsan. Qaysi? Manova, ena bolami? Yo'q, u narik. Narigisa sekin ko'rsataveramiz endi. 250 ming narx aytilyapti. Ona bola ekan bunisi. Mana bolasi. Bolani ham novvoschi bergan, 4-bolasi ekan. 4-bolasi ekan. Sutini qaranglar, jonivorni. Chiqishini qarang. Bu yerda eng qiziq joyi dimlab 1 kun, 2 kun sog'masdan olib chiqilmas ekan, o'zini holatida olib chiqilaveradi. Mana shu bor bo'yiga sotilaveradi. Bolani ham zo'r bergan ekanlar. 250 ming narx aytilyapti ekan. Simental ishqibozlarga simental akalar, Rossiyadan kelgan simental ekan. Bolasi ham xunajin 260 ming narx aytilyapti. 260 ming narx aytilyapti, 220 ming so'rashyapti ekan. 12 ta suti bor ekan. 12 ta suti bor, bolasi xunajin. Bizdagi narxiga bitta
hisoblab olasiz endi. Bitta rosa bitta rosa semental ishqibozi unchalik yo'q ekan bizda, lekin chiqishi bilan bu darajada ko'p turmaydi. Hala so'zingiz 220 ming savdosi bo'libdi. 220 ming 30 millionda plyus minusida savdosi bo'lgan qisqasi bizning pulga. Lekin berishgan yo'q. 260 ming narx aytilyapti ekan. 205 ming savdosi bo'lyapti akalar mana shuni. 205 mingga berishmayapti ekan. Akalar bolasi xunajin ekan. 205 mingga berishmayapti. 205 mingiz 28 millionga boradi, xullas 28 millionga boradi. 10 tadan oshiq shekilli sut a? 15 ta. 15 ta suti bor ekan o'zi. Idishi ham hamma yo'g'i joyida ekanda. Bizning pulga 28 millionga boryapti. 28 millionga berilmayapti desangiz ham bo'ladi. Ot ishqibozlariga ham otlarni o'zi ham bir alohida mavzu ekan. Otlarni qarang jonivor. Ot ham juda ko'p kirar ekan lekin bozorga. Ashqator polni ot kattalari, naryoq tomonda toylari ekan. Toyri ham katta kichinalardan, zo'rlardan bor ekan. Bemalol kelib savdosini qilib olib ketsangiz bo'ladi, xudo xolasa. Otlarda ham ot bo'yicha agar olmoqchi bo'lsangiz, No'qat bozoriga kelsangiz, xullas siz xohlagan turdagi, zotdagi otlar ham bor ekan, lekin mana kattaligini qarang jonivorda. Mana shu ot xullas qiz bolasi ekanda, endi baytal deydimi, nima deydi? 8 yosh ekan, 300 ming narx aytilyapti mana shu otga. 300 ming 42 millionga borib qoladi. Mana shu baytal deydimi, nima deydi? Qisqasi otlarni javoniga tushunaveraman. Endi tekda videoga olib qo'yib, videoga olgan joyim. Akalar. Xullas, No'qat bozoriga kelsangiz, ot temasi bo'lsa ham, bo'yicha ham ishingiz bitar ekan bemalol. Lekin shved zo'rlari bor ekan, yana sigir qatoriga sekin o'tdik. Shved zo'rlari bor ekan. Aka qancha bo'ldi bu savdosi? 225 a? 225 bo'lib savdosi. 225 ming. Suti ham bir 15 tacha suti bor shekilli bu jonivorda. Bolasi xunajin ekan. 225 mingga berilmabdi. Turishini qarang jonivorda. Toza shvedlardan olib boqaman deganga. Zo'r variantlardan bor ekan, faqat yo'l yopiqda. Bolasi Novos shakli 220 ming, 230 ming so'rayapti ekan. Bolasi ham o'ziga yetib qolgan. 220 ming, 230 minggacha savdosi bo'lyapti ekan. Bolani ham sutga to'ydirib yoribdi, lekin borim. Jonivor, turishini qarang. O'shanda ham 32 millionni atrofida bo'lyapti. Bitta endi to'liq hisoblaganim yo'q-ku. 32 millionni plyus minusiga to'g'ri keladi-da. Jonivor zo'r ekan, lekin bolasi Novos ham zo'r beribdi. Ikkita Novos savdosi bo'lyapti 285 mingga. Birinchisi 130 dan baland, bunisi ham boqma lekin. Bunisi 120 dan balandroq. 120 dan o'tib qoladi. Orqalari pachka ekanlar. 285 ming savdosi bo'lyapti. 300 ming ber deyapti. 300 mingiz 42 millionga borib qoladi pashti. 342 millionga borib qoladi. Necha aytganda 40 million savdosi bo'lyapti. 40 million savdosi bo'lyapti. 40 millionga berilgani yo'q. Deylik, o'zimizning pulga xuddi shunga to'g'ri keladi, lekin ko'chatlar zo'r. Vobshe yirik narsalar. Jonivor. Mollar zo'r lekin. Novoslar ham sifatli novoslar juda ko'p ekan lekin. Bitta mana uni savdosi bo'lyapti. Buni so'raymiz. Ingichkaroq variantidan ekan. Hozir buni ham o'ziga yarasha puli. Qancha bo'ldi savdosi? 110. 110 o'ziga yarasha savdosi bo'lyapti. 13 million 800 bo'ladigan bo'lsa, 15 millionga borib qoladi. 15 millionga tepasi deganda qisqasi savdosi bo'lyapti. 120 dan baland. 15 plyusda bo'lyapti qisqasi. Semitr vorishibdi Novosda. 15 ga borib qoladi Novos. 122 ming savdosi bo'lyapti, berishgan yo'q. 122 mingga berilgan yo'q akalar. Semiz Novos ekan lekin. Orqalarini qarang. Dumba soldirib yorishdi. 122 mingga berishmayapti. O'zingiz bitta pulini hisoblab olasiz endi. Ana shunaqa Novoslardan ham bor ekan, lekin Novosda zo'rlardan, urug'bob Novoslardan ham ko'p ekan. Mana shuni ham agar yaxshi bitta nima deydi, shved sigiringizga qo'shadigan bo'lsangiz, bolani zo'r beradi.
Novvoslarni zo'rlari bor ekan. Urug'bob naslgami nima deydi? Har qanday holatga tushaveradi, xudo xolasa. Novvoslar zo'rlardan bor ekan. Angus ishqibozlarga kelar 195 mingga berilmabdi. 200 mingga ham bermayman deyapti lekin. Agar zotga oladigan bo'lsangiz mana shuni. 200 ming bo'ladigan bo'lsa ham 200 mingga sotilsa 27 million 600 mingga to'g'ri keladimi? Shunaqaga to'g'ri kelib qoladi. Hozir orqasini bitta ko'rsatib qo'yaman sizga. O'ta lekin hozir chuqurda turibdi, o'ta bo'ydor narsa. Biri 30 ga borib qolardi yelkalari. Biri 30 ga borib qolardi. 27 million 600 mingga savdosi bo'lyapti desak ham bo'laveradi. Mana shu holatdan ovoz. 173 ming savdosi bo'lyapti mana shuni. Bo'ylari 130 ga borib qoladi akalar. 130 ga borib qoladi. 173 mingga savdosi bo'lyapti. Xullas yana dalshi boqsangiz ham bo'ladi. Yengil qilib so'yib yuborsangiz ham bo'laverar ekanda. 173 mingga berilmayapti. 175 bo'lsa berib yuboraman deyapti. Orqalari ham yaxshi kelishgan. Lekin bo'ydor narsa. Bo'ydor narsa chala yeganda, chala boqilgan ola go'shti. Uzun ekan lekin qarang. Ekranga ham bir 5 metr bu yoqda olyapman. Zo'rvasi qilyapti. Uzun narsa ekan bu. 173 mingga berilmayapti. 175 ming bo'lsa berib yuboraman deyapti. 185 mingga berilmayapti akalar. Mana shu biri 25 dan baland, biri 30 ga borib qoladi. Stoygadan o'tib, orqalarini ham ko'rsatib yuboramiz. Pachka holatda ekan 185 mingga berilmayapti. 190 deb turishibdi. Bo'ylari ham 130 ga borib qoladi akalar. Janovar turishini qarang. Faqat savdo bo'lib turgan joylardan olyapmiz. Endi odamlarning o'zini olganimiz yo'q, lekin savdosi orqada bo'lyapti. 185 ming so'rashyapti. Berishgani yo'q. Mana yerda yana savdosi bo'lyapti. Hozir buni ham bitta ko'rsatamiz endi. Mana shuni ham bitta savdosini so'raymiz hozir. Bo'ylari 115 plusda, semiz narsa ekan ama. Orqalari mana. Endi o'zimizga bir qator narxlarni taqqoslab, nima deydi? Solishtirib ko'rsangiz bo'laveradi. O'zimizning buqalarga bu yerdagi narx-navolarni. 139 ming savdosi bo'lyapti. Berishmayapti. 139 ming, 140 ming bo'ladigan bo'lsa ham 140 mingni 138 ga tashlasangiz, o'zimizning narxlar kelib chiqaveradi akalar. O'zi bitta videolar ko'rsangiz, siz ham menga o'xshab nima deydi, narxlarni solishtirib taqqoslab, anchagina so'm bilan so'mning farqini bilib olsangiz bo'lar ekan. Xullas akalar, Qirg'iziston bozorida shunaqa gaplar. Bizni kuzatishda davom etinglar, xudo xolasa ko'tarilib ketishimiz yaqin. Keyin ko'tarilib ketgandan keyin kommentariyalarda ham o'qimay qo'yaman. O'shaning uchun hozir kommentariyalarda yozib, bittadan like'larda bosib, obuna bo'lib ketaveringlar. Xullas, bozorda shunaqa gaplar. Keyingi Qirg'iziston bozorlarini ham ko'rsatishga harakat qilamiz, xudo xolasa. O'zgan degan joyda bozor bor ekan, borgani harakat qilamiz. Aka qancha bo'ldi mana shu? 114 ha? 114 mingga olishdi akalar, nuqtalarni almashtirishyapti. Bo'ylari 115 ga borib qoladi. Ariqroq variantidan, lekin zo'r. 114 mingga puliga arziydi, lekin Novvos. Novvos puliga arziydi akalar. Hammaga rahmat, bizni kuzatganlarga. Qaysi bir savdosi bo'ldi? Qancha? 85 ha? 85 mingga mana shuni savdosi bo'lyapti. Bo'ylari 1.5 ga borib qoladi. Orqalari o'ta go'zal. Chiroyli Novvos ekan, 85 mingga savdosi bo'lyapti, berishmayapti. Endi videoni yakunlayman deganda shunaqa savdolar ustidan chiqib qolyapmiz. Yana ozgina videoni davom ettiramiz. Kichkina ko'chat Novvoslarga keldik. Ko'chat Novvoslar 50 ming, 70, 80 shuni atrofida ekan. Mana shu ham 85 mingga so'rashyapti. 90 mingda pastida ekanda qisqasi. 90 mingda pastida bo'ladigan bo'lsa 12 millionni atrofida, 12 milliondan sal balandroq $1000 atrofida. Bizdagi narxi 17 million, 17,5 milliongacha ketadi mana shu Novvos. Chunki sifati bor. Orqalarida hozir rangi uncha rol o'ynamay qoldi, lekin sifati bor. Mana shu ham 100 ming narx aytilyapti, 75 ming savdosi bo'libdi. Mana shundan ko'ra ozmoz bo'yiga, ozmoz pastroq ekan, rangi qora. 75 ming so'rashibdi, berishmabdi akalar. 75 mingga savdosi bo'libdi. Xullas, bozorda shunaqa gaplar. O'zganda bizni kutinglar akalar. Hammaga rahmat. Video nechida qo'yiladi bilmayman-ku.
lekin biz anchagina ertalabda kelib oldik.